Fikirish, so'z. Eng muhimi haqida so'zlashamiz. O'zini o'zi baholash haqida. O'zini o'zi baholash hayotimizning barcha jabhalarida ta'sir ko'rsatadi. Boshqalar bilan munosabatlarga, o'ziga ishonch darajasiga, kasbiy muvaffaqiyatga, baxtga, ichki xotirjamlikka va kelajakda erishmoqchi bo'lgan natijalarga. Ko'pchilik psixologik muammolarning nafaqat shaxsiy, balki butun jamiyatning asosiy sababi ham shunda yashiringan. Ko'p yillar davomida men odamlarning keskin o'zgarishlarini va o'zlaridagi yagona narsani o'z qadr-qimmatini oshirishni tuzatish orqali eng ulug' maqsadlarga erishganlarini kuzatdim. O'zini past baholaydigan odamlar ko'pincha sherik, harakat rejasi yoki ish tanlashda noto'g'ri qarorlar qabul qiladilar. Ularda motivatsiya kamroq, yomonroq ishlaydilar. O'z maqsadlariga kamroq erishadilar va muvaffaqiyatga kam ega bo'ladilar. Agar erishsalar ham bundan chinakamiga zavqlana olmaydilar. Doimiy ma'qullash ehtiyoji ularni boshqalarning fikriga juda bog'liq qilib qo'yadi va ular doimo o'zlarini vaziyat qurboni deb his qiladilar. Ular odatda o'zlariga nisbatan juda qattiqqo'l va tanqidni yomon qabul qiladilar. O'zini past baholash nosog'lom tashvish, tushkunlik va ko'plab psixosomatik alomatlarni, shu jumladan uyqusizlikni keltirib chiqaradi. Albatta, mening fikrlarim umumiy xarakterga ega. Har bir inson esa o'ziga xos va alohida o'rganishga arziydi. Lekin bu xususiyatlar o'zini past baholaydigan odamlarga xosdir. O'zini yuqori baholaydigan odamlarga o'ziga ishonch bilan ajralib turadi. Ular xato qilishadi, xuddi hammamiz kabi. Ammo o'zlarini aybdor his qilmaslikka yo'l qo'yadilar. Ular doimo yangi bilimlarni o'zlashtirish, o'rganish va rivojlanish yo'llarini izlaydilar. Tanqidga uchragan paytda ham o'zlarini munosib deb biladilar, o'zlariga va boshqalarga ijobiy munosabatda bo'ladilar. Hech qanday xijolatsiz o'z xatolari, kamchiliklari va zaif tomonlarini tan oladilar hamda faqat bugun bilan yashaydilar. Sog'lom o'zini baholash, o'zingizdan mamnun bo'lish va hayot taklif qiladigan imkoniyatlarga loyiq ekanligingizga ishonish demakdir. Endi o'zini past va yuqori baholashning barcha oqibatlari ma'lum bo'lgach, har birimiz oldida savol paydo bo'ladi. Qanday qilib pastni yuqori, nosog'lomni sog'lom qilish mumkin? Ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonchni qanday oshirish mumkin? Afsuski, atrofga nazar solsak, o'zini baholash borasidagi ishlar hali tugallanmaganini ko'ramiz. Buning sababi shundaki, bolalik va o'smirlik davrlarimizdagi ongimizning chuqur qatlamlarga o'rnashib qolgan cheklovchi e'tiqodlar shakllangan. Garchi o'ziga past baho berishda ota-ona, o'qituvchi yoki boshqa birovni ayblash oson va qulay bo'lsa-da, bu muammoni hal qilishga yordam bermaydi. Biz mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimiz va anglashimiz lozim. O'tmishimizda nima sodir bo'lganidan qat'iy nazar, hayotimiz tarixini qayta yozishga va sog'lom o'zlikni shakllantirishga qodirmiz. Eng ma'quli barcha sirlardan xalos bo'lishdir. O'zimiz, hayotimiz, qobiliyatlarimiz va ichki qadr-qimmatimiz haqidagi qarashlarimizni o'zgartirib, o'zimizni idrok etishni yaxshilashimiz mumkin. Qo'lingizdagi kitob aynan shu maqsadga xizmat qiladi. U sizni men ojiz qurbonman va hayotimda sodir bo'layotgan voqealarga ta'sir o'tkaza olmayman. Men yetarlicha yaxshi emasman. Men hayot ne'matlariga loyiq emasman. Hammamizda qandaydir yomon narsa bor kabi vayronkor e'tiqodlardan xalos bo'lishingizga ko'maklashadi. O'zingizni baholash ustida ishlashga uncha ko'p kuch va vaqt sarflamasangiz ham, buning evaziga 100 jondon mukofot olasiz. O'zingizga bo'lgan ishonch ortadi, ijtimoiy va xizmat munosabatlari yaxshilanadi,
Umuman olganda, hayotga va atrofdagi dunyoga qarashingiz ancha xotirjam tus oladi. Boshqalarning tanqidi sizni ortiq tashvishga solmaydi. O'z fikrlaringiz, his-tuyg'ularingiz va mulohazalaringizni erkin ifoda eta olasiz. Chunki endi o'zingizga bo'lgan munosabatingiz boshqalarning fikridan mustaqil bo'ladi. To'siqlar, xavotir, tushkunlik va muqarrar qiyinchiliklarni yengishda yanada mohir bo'lasiz. Shunchaki baxtliroq bo'lib, hayotdan ko'proq lazzatlana boshlaysiz. Jozibali eshityapti, shunday emasmi?